Bizning aldirash hayotimiz va unutib qolgan narsalarimiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun kechda sizlar bilan biroz cho'nqur bir tema haqida o'rtoqlashay deb o'yladim. Bu tema bizning bugungi aldirash hayotimiz haqida. Bugun kunda ko'pchilikning tugidek birligi var. Vaqtim yo'q. Men bek aldirashman. Çoğunlar aldirash. Ota-onalar aldirash. Yoshlar aldirash. Balalarmı ham aldirash. Bir tarafdan ko'p ish, pul tepish, turmush besmi. Yana bir tarafdan balalarning o'qishi, kelgusi, ailenin məsuliyyəti. Bunlar əlbəttə həmmisi həyatın bir qismi. Biz heç kimni ayıplayamayız, həm ayıpləşkə həddimiz yox. Çünki köpəcimiz yaxşı niyyət bilan tirişiyatımız. Ata-ana balası üçün işləydi. Balası yaxşı turmuş keçirsin deb tirişidi. Öy, yemek, içmek, terbiye, kelgüsü için güç çıkardı. Ama bazıda bir nersini oynayıp görüşümüz gerek. Biz balalarımız için köp iş kılvatamdık. Ya ki balalarımız bilen billa bo'lishni unutup kaldık mı? Bazıda ata-ana günde 10 saat işleydi. Balasıga kiyim, yemeklik, lazımlık narsalarni ilib berdi. Ammo balalar ba'zida faqat bir narsani xohlaydi. Ota-onasining vaqtini, ularning so'zini anglashni, ular bilan bir ustalda o'ltirib paranglashishni. O'ylab baqayli. Bizmi kichigimizda ota-onamiz bizga hammin qilib bergan. Ammo qilib berganlari andimida esimizda bo'lgan bilan biz bilan mungdashgan, so'zlashgan, qilgan harakatlari ko'pinchalarning esida bor deb o'ylayman. Bir balaning eng cho'ng aslimisi balkim qimmat bog'liq darslar emas, balkim dadisi bilan qilgan bir parcha suhbat. Anısı bilen külgen bir dakika bo'lishi mumkin. Bugungi jamiyatda yana bir cho'ng masala bor. U bo'lsa-mu AI texnikasi va telefon. Biz telefonni tutib yashaydigan bo'lib qoldik. Albatta telefondan ayrılmaymiz. Atdiganda ko'zimiz ochganda oldi bilan telefon qaraymiz. Kechta uxlashdan burunmi telefonga qaraymiz. Soatlarni to'g'rilab qo'yamiz. Ba'zi bir uyda o'tirgan oila a'zolarimi bir-biri bilan paranglashmaydi. Hammasining qo'lida telefon. Dada bir tarafda, ana bir tarafda, balalarmi o'zining dunyosida. Ammo shu uyda bir-biriga yaqin bo'lgan qalblar asta-asta yiroqlashib ketishi mumkin. Albatta, ilg'or texnika bizga nurg'un foydalarni ilib keldi. U bizning turmushimizni osonlashtirdi. Ammo bu texnikalar bizningki iyigimiz bo'lib qolmasligi kerak. Ba'zida amal bar biz telefonni bir chatga qo'yib qo'yishimiz kerak. 1 saat bo'lsin-mi? Va lekin yarım saat bo'lsin-mi? Oiladagilar bilan birga o'ltirib o'zaro bugun kuningiz qanday o'tdi deb so'rash kerak. Balamızın ko'ziga qarab mungdishimiz kerak. Çünkü balalar cho'ng bo'lganda
ular bizning ularga qancha pul berganligimizni emas, balki ularga qanchalik vaqt berganligimizni eslash mumkin. Yana bir tarafdan ota-onalarning ruhi besimi kundan kunga ko'payyotidi. Odam hamisha aldirab yursa, hamisha andish bilan yashasa, uning ruhi holatiga ta'sir qiladi. Charchash, andisha, ochiqlanish, umidsizlik. Bu hissiyotlar faqat bir odamning o'ziga emas, butun oilasiga ta'sir qiladi albatta. Masalan, bir ota-ona ishdan bek charchab kelsa, uning kayfiyati yaxshi bo'lmasa, bolalar albatta buni darhol his qila oladi. Bolalar cho'nglarning so'zidanmi bekerek ularning hissiyotini his qiladi. Şuna özümüzün ruhi salomatligiga ko'ngil bo'lishimiz, oilamizga qilgan yaxshi ishlarimizning biri deb o'ylayman. Ba'zida biz to'xtab turib, men qandoq odam bo'lib ketyapman deb o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Albatta pul tepish kerak, ish qilish kerak, mas'uliyatni ado qilish kerak. Ammo bular bilan birga o'zimizning yuragiga, vijdonimizga, oilamizga mas'uliyatchan bo'lishimiz kerak. Har kuni bir kichik odatni boshlab ko'raylik. Tomoq vaqtida telefonlarni bir chetga qo'yib qo'yaylik. Aile bilan birga mungdishaylik. Bolalarning gapini qatiqinib anlaylik. O'zimiz uchun biroz jimjit o'ltirib vaqt ajrataylik. Bu kichik ishlar balki hayotimizni cho'ng o'zgartirishi mumkin. Hurmatli do'stlar, vaqt bizga berilgan eng qimmatli sovg'atlarning biri deb o'ylayman. Pul yo'qolishi mumkin, yana tepishqi bo'ladi. Ammo o'tgan vaqtni qaytib kelmaydi. Shunga aldirash hayotimizning ichida biroz to'xtab, yenimizdagi eng yaqinlarimizni, odamlarimizni qadrlaylik. Aile a'zolari bilan so'zlashaylik. Bolalarimizga vaqt chiqaraylik. O'zimizning qalbini tinglab ko'raylik. Chunki hayot faqat yashashla emas. Hayot bir-birimizni his qilish va qadrlashdan iborat. Rahmat sizlarga. A'zo bo'lib boshqa do'stlarga tarqatib qo'yasizlar.